tarayçış doğrusu yoki tarayçış operatsiya qilishingizning mengu o'rni yo'q hanım qizlar. Bugun mendepege usulni qo'lni olgan, shundaqla to'y qilgan har qanday ayol kishi bo'lgan bo'lsa, jinsiy yo'lni ömürlük mush holatga ketalaydi. Mayli sizning modangilingizni nadidan ziyada suv quyilib ketib qolgan bo'lsin. Ariyalik munosabat qilsangiz bot yel chiqib qolgan bo'lsin. Shundaqla ariyalik jinsiy munosabatning o'zida ichingizda nadidan ziyada suv quyilib mırtıqlashib ketib qolgan shundaq set akvallar bo'lib qolgan bo'lsin. Hatta qiziqmayotgan bo'sha sabab tufayli bayiqi to'yinga mushta singilib ketib qolgan akvallar bo'lsin. Oilda bir tim bir mo'jam pul ketmay turib, mana mushu mavzudan foydalangan vaqtimizda bizningki mush modangul atrofimizni mush holatga akilib chingaytib, to'y qilmagan holatda mengu saqlag'ili bo'ldi. Mayli siz 10 bola tug'ing, mayli siz 5 bola tug'ing. O'zingizni asarlikqa qiynab turib, taraytish operatsiyasi qilib tikkizib, uni uyga olgancha yana yetib, yana apirib tikkizib, jiningizni qiynag'iningizdan foydasi yo'q. Yana shundaqla qalaymagan jipli kumlachlarni silib, u yana chingaytib, anandikin uninki unumi yo'qgandikin u yap frap sisib, o'zingizga texmo ayala kesli qilishingizdan o'rni yo'q. Unda bo'lsa bugun xonim qizimizga hech kim deb bermaydigan, odatda 200 ko'ydan setilayotgan maris to'ramni haqsiz holatda deb berma. Yurak yulduzini besib saqlab eling, madoyini qo'zg'atayotganligim uchun haqsiz deb beryapman. Shunlashqa go'njulik qilgan do'stlarimizga kumluchimizni evet beryapman. Ham shundaqla mushundaq resip so'zindigan dars to'pamga kiryapman. Dars to'pamga kirib olgan do'stlarimiz har qanday ayollar kasalliklardan bir tim bir mo'cham pulamay qutulib ketalaysizlar xonim qizlar. Go'njulik qilib ayrimxonga aloqash undar numarini qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Men vatanishvatgan kimdi deyman? 14 yil doktorxonada ishlab chiqqan. Sizningki eng yaqin ayollar jatki sog'lomlik yetakchingiz Madina xonim bo'lman. Men mozani men sotmayman. 86 dan iling. Erkek moza deb turib ilib, mana mushu mozini uvutilg'ini tayyorlaysiz. Yana so'qtirib, un holatga kiring. Tayyorlaydigan materialingiz moza, ya'ni zencevil, yani şundaqla zəpə xanım qızlar. Həmisi un aletə ekilib bir-birini tək iləşdirib zəpədən çıxaməz 4-5 dallı bolsa. Mən həm aletə ekilib kəptənin tuxumudan 2 dalını tayyorlab çıxıb, bunu xəmir aletə ekilib kumulaş qılıb, dağının içiga silib, jipni uzun qo'yib, jipni kumulaş yazışni bilasizlar, unda içiga silib, jipni uzun qilib, bir kun turib, bir kun modangilingizning ichiga mang'izib o'tgan vaqtingizda, sizningki modangilingizning har qanday jetdan bo'shab ketgan ekvalni bir kunda bir vaqtning unumini ko'ra olasiz. Bu usulni bir oy qo'llanib bergan vaqtda dasposhlik soy yavluk qarda önüme alaydı yaş hanım kızlar. Nurgul hanım kızlar endi ben bana kılanmaydım Medine hanım. İçimki doğru sanmaydım. Ama boşap gitti hissiyatım yok. Suzlap gitti diyenlerken. Önümü görmeseniz pulunuzu kaytırıp gitmeye de durup ben madorluk tayrat atamını verme hanım kızlar. 100 dostumuzga haksız alet soğatıp verme. Koyamcuk kılana ayrım kan alakış undar numaranızda evet tamam. Doğruluk tayrat atamını işletmeye adam öz saram. 39 kıl doğru sümlük çevirdiğine salgan. Bayan kutki yallık ne yöllükünü kurtuydu. Cana aytıp kızıp hissiyatını yok kurtuydu. Toy qilmagan qizlarning hammasi ishasi bo'ldi. Shundaqla